Endi dasturlashni o'rganishning nima keragi bor? AI hammasini o'zi yozib beryapti. AI endi kod yoza oladi. Falon kompaniya dasturchilarni qisqartirdi. Dasturchilarning kuni bitdi degan maqolalarga ko'zimiz tushadi. Katta kompaniyalarning rahbarlari esa intervyularda kelajakda kod yozishni o'rganish kerak bo'lmaydi deyishadi. O'zbekistonning IT eksporti 2021-yilda 46 million dollardan 2025-yil yakunida 940 million dollarga yetib keldi. 4 yil ichida 20 barobardan ortiq o'sdi. Dasturlashni o'rganish hali ham to'g'ri qarormi yoki bu cho'kayotgan kemaga chipta olish kabimi? AI rivojlangan vaqtda kod yozishni o'rganish, vaqtni behuda sarflashmi? Endi dasturlashni o'rganishning nima keragi bor? AI hammasini o'zi yozib beryapti-ku. Shu gapni menga oxirgi 6 oy ichida ko'p marotaba aytishdi. Do'stlarim, tanishlarim va hamkasblarim. Men Android dasturchiman va deyarli har kuni kod yozaman. Har kuni AI dan foydalanaman. Ha, to'g'ri eshitdingiz. O'sha dasturchilarni ishsiz qoldirayotgan AI bilan yonma-yon ishlayman. Bugun sizga dasturlashni o'rganish hali ham to'g'ri qarormi yoki bu cho'kayotgan kemaga chipta olish kabimi shu haqida aytib o'taman. Qisqa qilib aytganda, AI barcha uchun turlicha yondashuvda javob beradi. Video oxirida esa hozirgi kunda boshlang'ich dasturchilar dasturlashni o'rganish uchun AI dan qanday qilib to'g'ri foydalanish kerakligi haqida gaplashamiz. Avval bir narsani tan olaylik. Bu qo'rquv shunchaki paydo bo'lgani yo'q. Har kuni maqolalarda AI endi kod yoza oladi. Falon kompaniya dasturchilarni qisqartirdi. Dasturchilarning kuni bitdi degan maqolalarga ko'zimiz tushadi. Katta kompaniyalarning rahbarlari esa intervyularda kelajakda kod yozishni o'rganish kerak bo'lmaydi deyishadi. Eng qizig'i, bu gaplarda jon bor. AI ga buyruq orqali kerakli kodni chiqarib olish mumkin va bu oldinlari kunlab vaqt olar edi. Xo'sh, demak hammasi tugadimi? Kompyuterni yopib boshqa kasb qidirishimiz kerakmi? Shoshilmang. Buni tushunish uchun tarixga nazar solishimiz kerak. Chunki bu hodisa oldin ham sodir bo'lgan. Dasturchi degan kasb hech qachon bir joyda turmagan. Bir paytlar dasturchilar qog'ozga teshib yozishgan va bu perfakarda deb atalgan. Keyin assembly tillari chiqdi. Endi dasturlash osonlashdi deyishdi va Python, Java kabi yuqori tillar chiqqanda esa endi hamma o'zi kod yoza oladi. Dasturchi kerak emas deyishdi. Google bilan Stack Overflow chiqqanda hamma javob internetda-ku deyishdi. Har safar ish qurol o'zgardi, ammo har safar dasturchiga talab kamaymadi, aksincha oshdi. Dasturchilardan tashqari ham shunday bo'lgan. Kalkulyator chiqqanda buxgalterlar yo'qolib ketmadi. Excel chiqqanda ham aksincha hisob-kitob arzonlashdi, kompaniyalar ko'proq hisob-kitob qiladigan bo'ldi va moliya mutaxassislariga talab oshdi. AI ham shularning birdan misol va ta'kidlash joizki, tarixdagi eng kuchli ish qurol bo'lishi mumkin. Lekin bilaman, tarixda shunday bo'ldi degani doim shunday bo'ladi degani emas. To'g'ri. Shuning uchun keling, bugungi kunga qaytamiz. AI bilan ishlash aslida qanday ekanligini ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda ko'plab dasturchilar AI dan foydalanishadi va shuning hisobiga 2-3 barobar tezroq natijaga erishadi. Ammo AI yozgan kodni tekshirish, tushunish va kamchiliklarini tuzatish baribir dasturchining zimmasida qoladi. Sun'iy intellekt hozirgi holatingizdan kelib chiqib, eng samarali va faqat shu muammonigina hal qiladigan yechimni taklif qiladi. Ya'ni, kelajakda loyihani o'zgartirish butun loyiha arxitekturasiga ta'sir qilishi mumkin. Endi tasavvur qiling. Bir kompaniya faqatgina AI yordamida kod yoza oladigan dasturchini ishga oldi. Bu o'sha kompaniyaning kod sifati AI ning bugungi darajasiga bog'lanib qoladi degani. Xato qilsa, xatoni to'g'rilaydigan odam bo'lmaydi va javobgarlikni kimga yuklash muammo bo'lib qoladi. Shuning uchun aqlli kompaniyalar hali ham chuqur bilimga ega mutaxassislarga yaxshi pul to'lashadi. Ular nafaqatgina bilimga, balki mas'uliyat, javobgarlik va xavfsizlik uchun pul to'lashadi. Sizning maqsadingiz AI ni o'rnini bosadigan odam bo'lish emas, AI ni boshqara oladigan odam bo'lishingiz kerak. Yana bir narsa, hatto bir kun kelib AI hamma kodni yozib bera oladigan bo'lsa ham, dasturlashni o'rganish baribir foydali bo'lib qolaveradi. Negaki dasturlash bu shunchaki kod yozish yoki algoritmlash emas, bu fikrlash usuli. Katta, chalkash loyihalarni mayda bloklarga bo'lish orqali aniq yechim topish. Buni computational thinking, hisoblash tafakkuri deyishadi. Dasturlashni o'rganganingizdan keyin dunyoga boshqacha qaraysiz. Endi telefon siz uchun sehrli quti emas, balki ichida nima bo'layotganini bilasiz. Kundalik hayotda muammo ko'rsangiz, uni beixtiyor algoritm orqali samarali yechim qidirasiz. Ya'ni sizda imkoniyat hissi paydo bo'ladi. Va bu ko'nikma mashinalar qanchalik aqlli bo'lmasin, insonlar mashina bilan ishlashda davom etar ekan, har doim qadrli bo'ladi. Dasturlashni Gita dasturchilar akademiyasida o'rganing. Izohdagi link orqali o'zingizni Gita Express biletingizni qo'lga kiriting. Shoshiling, joylar soni cheklangan.
O'zbekistonning IT eksporti 2021-yilda 46 million dollardan 2025-yil yakunida 940 million dollarga yetib keldi. 4 yil ichida 20 barobardan ortiq o'sdi. IT park imtiyozlari hisobiga yoshlar uydan turib xalqaro kompaniyalarda ishlashmoqda. Ishonmaysizmi? Google'dan qidirib ko'ring. Qisqa qilib aytganda, bu nima degani? Chet el kompaniyalari kelishda davom etadi va bu dasturchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Poyezd hali ketib qolgani yo'q. U endi tezlashyapti va poyezd uchun biletni qo'ldan boy bermang. Xo'p, ishontirdingiz. Ammo nimadan boshlaydi? Python yoki Java? Javobim sizni hayron qoldirishi mumkin. Farqi yo'q. Rostdan ham til bu shunchaki vosita. Muhimi boshlash. Kod yozing, yaxshi yoki yomon kod, ahamiyati yo'q. O'zingizni qiziqtiradigan narsadan boshlang. O'yin, sayt yoki ilova bo'lishi mumkin. Nima bo'lsa ham. Endi videoni boshida va'da qilganimdek, boshlang'ich dasturchilar uchun AI dan qanday foydalanish kerakligi haqida gaplashamiz. Diqqat bilan eshiting, chunki bu hammasini o'zgartiradi. O'rganayotganingizda sun'iy intellektdan buni bajar, qilib ber deb so'ramang. Tushuntirib ber deb so'rang. Farqini sezdingizmi? AI vazifangizni bajarib bersa, siz hech narsani o'rganmaysiz. Loyiha mavjud, ammo bilim yo'q. Va bu birinchi texnik intervyudayoq hammasini oshkor qiladi. AI sizga o'qituvchi bo'la oladi. Dunyodagi eng sabrli o'qituvchi desam adashmagan bo'laman. Kechasi soat 3 da ham buni soddaroq tushuntir desangiz, charchamasdan tushuntirib beradi. Lekin kod yozishni o'rganishda o'zingiz yozing. Xato qiling. Xatoni o'zingiz qidirib toping. Miya faqatgina qiynalganda o'rganadi. Avval yurishni o'rganing, keyin AI sizga mashina bo'lib beradi. Xulosa, dasturlash yo'qolib ketgani yo'q, u o'zgaryapti. O'zgarish esa tayyor odam uchun doim imkoniyat. Endi sizga savol. Sizningcha 5 yildan keyin AI dasturchilarni to'liq almashtira oladimi? Fikringizni kommentlarda yozib qoldiring. Eng qiziq javoblarni keyingi videoda muhokama qilamiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling. Ko'rishguncha, kod yozishda davom eting.